Bolam, uylanaman deb to'y boshlab bording. Kelin tomonga hech narsa qildirmayman deding. Yig'gan puling na to'yxonaga, na mebellaringga yetadi. Nima qilamiz endi? Qudalarni, qarindosh urug'larni oldida uyalib qolamiz-ku. Ona, Alloh yetkazar. Siz o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Men shunday ishiga qarab oling. Ye, o'rtoq, Qalaysan? rahmat Xudoga shukr. Qarzingni qachon berasan? O'rtoq, imkoniyatim bo'lishi bilan berib yuboraman. To'ying bo'layotgan ekan, mahallangdagi bolalardan eshitdim. Sinfdoshlar nega yetmading? Aynan. Sharoitim yaxshi emas. Hozir bittasini aytsam, qolgani mana ne yetmading deb xafa bo'lib qoladi. Kichkina qilib o'tkazib yuboraman. Nima u, biz ko'p narsa yeb qo'yamizmi? Nima xizmat bor deb keldi o'rtoq? Kimda to'yxonalari bor. Bir og'iz aytmabsan-da. To'yxona mendan to'yini og'ayna. Mebelni o'ylama, mendan to'yini o'rtoq. So'rayyor og'ir kunda bilinarkan, hamma do'st sotdi, shunday ham onam yig'lar.